Men yo'ligimda videolar kamayib, negativlik ko'payib ketdi Epica masalasi bo'yicha. Bitta narsaga hayronman, hozirgi kunda ideal mashinani o'zingiz bitta fikringizni bildiring Epica masalasi bo'yicha. Biraz aytaman, Epica motori moy yeydi, buni qiladi deyshadi-yu masalan. Lekin aslida o'sha haydab ko'rmaganlar, o'sha narsani his qilib ko'rmaganlar gapirib chiqqan aslida negativ, lekin bitta narsa aytaman. Oldinlari aytishardi, eski mashina olsang esing ketadi deyishgan. Lekin hozircha yangi mashina olayotganlar eski ketyapti. Hali bir oy haydamasdan motorni ochib, moylarini qayerdan to'g'rilab, remellarni o'zgartirib tashlashyapti. Anaqaga boringlar, BYD anaqa nima edi, BYDni qabristoni bor. O'sha yerga bitta borib ko'ringlar. Hali bir oy, 2 oy, 3 oy, 1 yil hali bo'lmasdan bu mashinalar hammasi qabristonda yotibdi. Men sifatli mashinani tavsiya qilganman. Bilib qo'yinglar bola. Haqiqatda aytaman, tushungan tushunadi, tushunmagan bilmaydi. Kartal ayting, doimo zo'r maslahatni va zo'r tavsiyani beradi bolalar. Endi bu yoqqa o'g'lim keldi, har kuni sizlarga video qo'yib boramiz. Kuzatib boringlar bolalar. Shu